Mana bu Xudoy taolo bergan kiprik bor, o'zi me'yorda berib qo'ygan, miqdorini berib qo'ygan. Sochlar o'siyapti, soqollar o'siyapti. Nima uchun kiprigimiz o'sib ketmayapti? Agar sochga o'xshab o'sib ketadigan qilib qo'yganda nima bo'lardi? Demak, buni bir miqdorda o'sha tug'ilgandan umri oxirigacha bir xil miqdorda turadigan bo'ldimi? Demak, Alloh taolo buni bandaga bilib bergan. Buni mashaqqat bo'lmasin, har o'sib ketganda qiyib turmasin deb bir xil miqdorda berib qo'ygan. Bu noshukrlar, bu ayollar bugun o'sha kiprik, Xudo bergan kiprikning ustiga yana yasama kipriklar ulab kley bilan yopishtiryapti. Shuni men so'rayapman, bu necha kunga yopishtiriladi? Har kuni o'zgartirib turiladimi yoki miqdori bormisam, uni 10 kunlik, uni 15 kunlik, 1 oylik turadiganlari bor ekan. U yerga tegayotgan kelin kiprigini yopishtirib olgan bo'lsa, kley bilan, uni tagiga g'usulda suv yetmasa, bu kelin bechora qadam pok bo'lsin buni. Janobat